Siz nima? Jamshid. Jamshid aka, necha yoshdasiz? 45, 46 ga to'laman avgustda. Hozir qarang, mana ko'krak qismi og'riyapti deyapsiz. Ha. Qarang, qo'rg'izga bermadimi hali? Qo'rg'i hamma joy og'riyapti. Nafas olishingizcha. Ha, sara qotdi. Mana bu yerda, Oy. bora. Ha. Bu yerda, Ha. mana tizda mana bu yerda. Oy, oy, oy. Ha. Bo'ldi aka, bo'ldi. Eslab qoling og'riqlaringizni. Oy. Azmi ishlaymiz, xo'p. Boshlaringizga bermayaptimi og'riq? Berdi, bugundan keyin berardi. Yo'q edi. Qo'lingizgacha. Ikki qo'limga berdi. Aha. Qo'lingizgacha. Qo'l qatiydi? Qo'lingiz mana. Yo. Yo'qmi? O't. Davlengiz chiqmadimi? Mana qizib ketdi boshim bugun kechadanmi? To'g'ri qo'ydim. Buni ishlatmasmi? Yo'q, ishlatamas. Makina ustidan ishlayveraman. O'rmaydimi? Ozgina oriydi. Ozgina. Ichida endi mana qilib orib yurganda qarang, mana 10 tomon ishyapti, qarang. Mana o'rularingiz esida. Ha? Mana o'rularingiz hammasi esingizda qoldi. Endi hozir ozgina chidab turasiz, xo'p. Bosh yonmachiz qo'yib yuboring, bemalol. Mana shuni ozgina chidaysiz, xo'p aka. Bo'ldi. Mana mashina eng oriydigan. Oy. Qo'yingiz anamayaptimi, yaxshimi? Yaxshimi? Bo'ldi. 12 marta turaman deb boryapman. Kim bo'yin yaxshimi? Bo'yningiz yaxshi emas aka. Bo'yni qotib qo'yatibdi. Ha, bo'yningiz yaxshi emas. O'zi men boshingiz burishidan o'zi ma'lum-ku. Yotishingizdan ma'lum o'zi. Hozir bo'yningizni ham to'g'rilab qo'yaman, xo'p. Boshlang. Mana oriydi. Oy! Bo'ldi. Yana bitta. Bo'ldi. Yana bitta. Bo'ldi. Ha, bu chiqsa bo'lar-ku. Ha, unaqa qattiq urayotganim yo'q aka. Oy. Bo'ldi. Qarang, mana tuz og'riq bor edi, qarang. Mana qarang, mana tuz og'riq bor edi. Mana tuz og'riq bor edi, qarang. Mana bu og'riq bor edi. Mana tuz og'riq bor edi, qarang. Uni ko'rmabdi. Yo'qmi? Yo'q. Mana qarang. Yuragingiz og'rimaydimi? Yuragi beryapti. Beryaptimi? Mana ikkita kurak hisobiga. Ikkita kurak nima beryapti? Ya mana chunki hozir mana umurtqalaringiz smeshение bo'lganda, rotatsiya bo'lganda, o'shani hozir to'g'rilab qo'ydim aka. Qo'lini to'g'rilab qo'ydim, xudo xolasa yomon emas. Mana o'sha joyga kelib bo'ldi. Vaqtida kelgansiz-da, xullas. Vaqtida kelgan. Qancha bo'ldi boshlanganda bu narsa? Ancha beriyorum ben orada to'g'ri. Mana sizda og'riq bormi, qarang. Bora? Bo'ldi. Boshlang. Bu 5-6 umurtqa, aka. Mana qarang. Hozir mana 5-6 umurtqa joyga tiqib qo'yamanda, hozir ko'rasiz o'z effektini. Oy! Bo'ldi. Bo'ldi. Oy! Bo'ldi. Endi mana qarang. Nima bo'ldi? Ketdimi? Ketdimi? O'sha qitig'is kelyapti. Endi tepaga qarayapti. Osmonga qarayapti. Jarsi. Abi, o'rda nimaga beryapti? Qo'l emas, dixalka. Ha, dixalkangiz, chunki o'sha dixalka deysiz-ku. Xitoy yeb tushunasiz. Ya, buni anchadan beri og'riyapti. Ha, bu hammasi umurtqaniki. Umurtqaniki. Sekizga qo'yaveradi. Ha, davlengiz chiqmayaptimi? Qon bosimingiz chiqmayaptimi? Qayerdan bilaman men? O'lchab turish kerak-ku, o'sha 40 ta. Yo'q, menda past yuradi o'zi. Necha past yuradi? 110. Yo'q. 110 ga 80, ha, mana shunaqa. Yo'q, 110 ga 80 bu kamdan kam holatda. Men qarang, og'riq bo'lsa aytasiz, xo'p, faqat siz kam ketmang, xo'p, mana qarang. Bora? Ha, og'riq bora? Bitta. Ha. Oy. Bu yerda bormi? 110 ga 80, 120 ham bo'lmaydi menda. Ko'z anaqa bormi? Ko'zda anaqa qo'yilganmi? Ha, kristal qo'yilganmi? Qo'yganmi? Qachon qo'yilgan bu narsa? Dekabrda qo'ydim. O'zi yuzidan ma'lumda. O'sha qo'yganda yuzida qarang, masalan qo'yadi-ku, bu ham bitta travmada, bu ham bitta kichkinagina. Такой mikrotravmada. Masalan, qarang, o'sha ko'zga qo'ygandan keyin o'sha kristal go'har qo'yadi-ku, qo'yganda baribir kesadi-ku, travma bo'ladi. Mana yuzingizni sekin tortib ketadi tepaga.
Xudo xolasa men qaytib kelay, bir 2 hafta, 3 haftadan keyin kelsangiz, men ozgina yuzlaringiz bilan ishlab qo'yaman. Ha, bo'ldi. Yo, zo'r bo'ladi, rostdan. Hozirchi ma'butni nega o'rotib bilmayman. Chunki davlengiz bor ekan, o'shanga yetolmas sizga. Qon Yo, bosimingiz bir bor. zonni olmanda. Qachon o'lchadingiz? Bugun o'lchadingizmi? Ha, pasay o'lchi bir zonni oshmagan. Yo, bugun o'lchadingizmi? Yo'q. Ha, hozir qon bosimingiz bor. Peshingizni qarang, qizaryapti aka. Yo'q, bu chiqib qo'ygani Yo'q. ko'tarilib ketib qoldi. Bugun ana. kech paytdan bo'ldi, to'g'ri. Ha. Shu hisobiga. O'zi yo'q. Tepara chiqing. O'zi yo'q. Hozir qarang, yelkalaringizda ham, qarang. Mana bu yelkangizda ham og'riq bo'ladi, qarang. Oy. Ko'rdingizmi? Tuz. Yo, tuz qanaqa tuz? Aka, yo'q bunaqa tushuncha. Bu endi tuz Ayol. bo'lmaydi aka. Tuz emas, bu просто sizda шейный позвонок, o'sha bo'yin umurtqasi, bo'yin sohasidagi umurtqa chap tomonga surilib ketgan azmi. Ha, shunaqa deyishuvdi. Hozir men joyiga qo'yib qo'yman deyman. Joyiga qo'yib qo'yman и keyin o'zingiz solishtirasiz. Bo'ladimi shunaqasi? Bo'ldi. Mana qarang, endi solishtiramiz, mana qarang. Ha. Ketdimi? Ha? Mana qarang. Ha. Mana qarang. Ha. Qo'yvordimi? Ha? Ha. Qo'yvordimi? Turib yurib qo'ying. Turib yurib qo'ying. Qo'llarni tikichi. Hozir, yo, просто yurib ko'ring siz. Yaxshi. Yaxshimi? Qo'yvordimi? Ha. Bo'ldimi, yaxshimi?